ata bovullarımız şunda akıl paraset bilen yüz yasap çıkan nersecimi? O naq paket. Bu atbomizninki qancha ilg'or. Qaranglar do'stlar, 4 ochquch bilan echiladigan qadimki qulp kinjim, ama 4 tal ochquch bilan echildiki mava. Manda qulpini ko'rib baqqan do'stlar bormi? Mava endi ayni vaqtda Raurus xili bir puldor bir kishiningki, ya'ni pomchek xaziniga sağan qulp bo'lishi mumkin. Chunki ayni vaqtlarda manda mis qilib, manda gullik ham 4 tal 5 tal ochquch selib qilgan qulplar bunchalar noch bo'lmaydi hamda. Bir xazinening qulpisiga mava 4 tal ochquch bilan echilgan qaranglar, ha. Birinchi ochquch. Birinchi ochquchni manda saldikan. Miya ichilgandan keyin mishir ichilamda bor. Miya bilan miya ichilgan. Miya bilan aya ichiladi ekan. İkinci açqış. İkinci açqışni avay soladi ekan. Miyadan ichildi. Miyadan ichildi ekan. Voy. Miya mexanik. Mexanik. Zidon. Qandan keyin Miya ichilgandan keyin miya soladi ekan. Haqiqiy boşangoy bo'ladi. Boşangoy deymiz bani. Qaranglar, mushu qadimki bizning ota bovullarimiz shunda aql paraset bilan yüz yasab chiqqan narsajimi? 4 tal ochquch bilan echiladigan bir xazinaning qulpisi. Hozirgi endi boşangoylar nurg'unlarlar bilisizlar, me'morliklari va qo'l barmoq to'naydiganlar va ayni vaqtda unda texnik bo'lmagan bilan yana ata bovullarımızın akıl parasitinin yüksek dereceye yetkenliğinin ifadesi ama bu. Qaranglar, bir tömür qulupni mush 4 xil ochquch bilan mexaniklik alet yasab chiqish ma bu. Hozirgi nini dashid o'qigan, oliy maktabda o'qigan nini mexanik odamlarimizning qo'lidan kammaydi ma bu. Bana işkincisi yok mana. Qaranglar, bunda quluplarni ko'rib baqqan do'stlar bo'lib qolsanglar, inkas rayoniga qoldirib qo'yinglar. Agar mushunda qulup qo'linglarda bo'lib qolsa, olmayman do'stlar, ba'zida kelsak, sutib olaman bunda qulupni. Sizcha necha yillik vaqt bo'lganda mushunga, mush qulupningki vaqti? 200 yil atrofida. 200 yil atrofida. Siz nereden kelgan qulup bu? Bu otobusdan saqlagan qulupkan. Nevrisidan çevire. Çevirsidan olgan. Qiyalik edem keldi. Yinsa. Yingsaliq, o yingsa mening jutum bu. Qaranglar do'stlar, mana yingsaliq Yinsada ishlangan bu ustamlarning 200 yil avvalgi hunar san'ati, mexanik ustamlarning qilgan narsasi. 4 tal ochquch bilan, hey.